Bugun sizlar bilan Chevrolet Cobalt 2026 modeli haqida gaplashamiz. Bu avtomobil Chevroletning ixcham sedanlar orasidagi eng mashhur modellardan biri bo'lib, yangi avlodda yanada zamonaviy ko'rinish va yaxshilangan imkoniyatlar bilan taqdim etildi. Cobalt ilk bor oldingi yillarda byudjet va ishonchli sedan sifatida bozorga chiqqan va aynan shu obro'sini 2026 modelida ham saqlab qolgan. Yangi Cobalt tashqi dizayni bilan ancha o'zgargan. LED faralar, yangilangan radiator panjarasi va sportcha chiziqlar unga zamonaviy ko'rinish beradi. Ichki qismi esa keng va qulay bo'lib, sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto kabi funksiyalar bilan jihozlangan. Shu jihatlari bilan u Toyota Corolla, Hyundai Elantra va Kia Cerato kabi avtomobillar bilan bemalol raqobatlasha oladi, lekin narxi odatda biroz arzonroq bo'ladi. Texnik tomondan Chevrolet Cobalt 2026 tejamkor va ishonchli dvigatel bilan taklif etiladi. Shahar ichida ham, uzoq yo'llarda ham yumshoq yurishi va yoqilg'i sarfining pastligi uni kundalik foydalanish uchun qulay qiladi. Avtomatik va mexanik uzatma variantlari mavjud bo'lib, haydovchi o'ziga mos uslubni tanlay oladi.